Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Sizlar bilan navbatdagi 3-dan o'tgan safar 3-dars o'tdik. Bugun esa 4-darsga ham yetib keldik. 4-darsda javobni to'g'ri yozish qismini ko'rib chiqamiz birgalikda. Ya'ni ballash, ya'ni baholash tizimi qanaqa bo'ladi? Qanaqa yozsak qancha ball olamiz? Shu haqida to'xtalamiz. Chunki hali biz tayyorgarlik qismidamiz. Umumiy to'liq hali mashqlarni boshlamadik. Kirish qismini yaxshi tushunib olsangiz va shu asosida keyin savol, javob, grafik hammasini ketma-ketlikda ko'rib chiqishni boshlaymiz. Birinchi javob muammoga umumiy nazar. Ushbu turda taqdim etiladigan ma'lumotlardan foydalangan holda mavzuga mos maqola yozishingizni baholash qismi hisoblanadi. Turli diagrammalar va diagrammalar orqali berilgan ma'lumotlarni solishtirish, tahlil qilish va tavsiflash kerak. Baholash mezoni mana ko'rib turganingizdek turibdi. Biz endi tushunarli bo'lish uchun bitta-bitta bo'lib tushuntirib beraman. Qachon, qandoq qilib yozsangiz, qanaqa ball olasiz, shu haqida bo'ladi bugungi darsimiz. Tarkib va topshiriqlarni bajarilishi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 3 ta qismi turibdi bu yerda. Sang bu eng yuqori ball, chung o'rta ball, ha bu eng past ball hisoblanadi. Taqdim etilgan vazifani yaxshi tushundingiz va bajardingizmi? Mavzuga aloqador kontekst yozdingizmi? Tarkib boy va rang-barang edimi? Shunga qarab, eng katta ball 6-7 ball orasida, eng o'rta ball 3-5 orasida, eng past 0 dan 2 gacha ball olishingiz mumkin bo'ladi. Siz yozib chiqqaningizga qarab. Ikkinchi qismimizda matnning rivojlanishni tuzilishi, ya'ni ketma-ketlik rivojlanish haqida. Maqola mantiqiy tuzilganmi? Ya'ni shu yozgan, to'ldirib bergan bunaqalaringiz, matningiz mantiqiy tuzilganmi? Siz paragraflarni mazmuniga ko'ra yaxshi ajratdingizmi? Bog'lanish uchun nutq belgilaridan to'g'ri foydalandingizmi? Bu yerda ham shu eng katta ball 6 dan 7 gacha, o'rta ball 3 dan 5 gacha, eng past ball 2 ballgacha ball olishingiz mumkin, baho. Va so'nggi qismimizda tildan foydalanishingiz ko'rib chiqiladi. Bu yerda umumiy ballni 2 ga ko'paytirib 16 ball qilib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tegishli til va lug'atdan foydalandingizmi? Turli grammatika va lug'atdan foydalandingizmi? Grammatika, lug'at va imloda to'g'ri foydalandingizmi? Rasmiy tarzda yozdingizmi? Shunga qarab 6 dan 7, 3 dan 5 gacha va 2 ballgacha eng past ballanishingiz mumkin. Endi umumiy olinadigan ballar reytingini ko'rib chiqamiz. Kategoriya 3 ta kategoriyaga bo'linadi. 3 ta qismga va 6 ta kategoriyaga desak ham bo'ladi. Birinchisi no'ppim, eng baland qism. Keyingisi potong, ya'ni oddiy, o'rta daraja. Keyingisi esa najm, bu eng past quyi daraja. Ya'ni A, B, C, D, E, F ko'rayotgan bo'lsanglar va baholash tartibini ko'ringlar. 7, 6, 4 dan 5 gacha 3, 2, 1. 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Mana olinish ballar. Tildan foydalanganingiz mana turibdi. Ballar qanaqasi. Keyin umumiy oxirida 2 ga ko'paytirsak bo'ladi. Ya'ni 7, 7, 8. 7 ga 8, 15 bo'lyapti. Bu yerda faqat oxirgisi aytgancha 2 ga ko'paytiriladi. Bu o'z joyida qoladi. 7 ga 8, 15. 22 atrofida bo'ladi ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda o'zida. Agar shu A kategoriyada yozadigan bo'lsangiz, B kategoriya, C kategoriya, D kategoriya shu asosida baholanadi. Shunga qarab harakat qilishingiz kerakki, siz odatda potong va no'ppim qismida bo'lishingiz kerak ballingiz. Najm qismida почти hech qanaqa ball ham ola olmaysiz, iloji boricha. Agar siz endi 3-ga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, aytganimizdek A va D kategoriyalar orasida bo'lishi kerak bahoyingiz. Shunda yaxshilab berishi mumkin bahoyingizni. Shularga e'tibor qarating, ya'ni baholash mezonlari bo'yicha mana ko'rsatib turgandek nimani e'tibor qaratish kerak, shu haqida qisqacha to'xtalib o'tdik. Ko'rib turganingizdek, shu bilan bugungi qisqacha ballar baholash tizimi haqida video darsligimiz yakuniga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga rahmat, salomat bo'linglar.